Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Cobalt narxlari Samarqand moshina bozorida 8-iyun sanasida narxi necha pul bo'ldi? Bu savolga albatta javob topish uchun Cobalt narxlarini chiqarishga harakat qildik biz do'stlar. Shu bozordan saralab bitta ko'rib, ichidan Cobalt narxlarini sizlar uchun arzonlarni qilib o'tdik. Albatta 6,5 ming dollardan boshlab to 13 ming dollargacha Cobaltlar kanalimizda bor. O'zlaringiz ko'rib baho berasizlar do'stlar. Eskilari, yangilari hammasi aralash holatda. Boshidan oxirigacha ko'ringlar. Agar kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, pastda rost tomoningizda podpisatsiya tugmachasi bor. Shuni bir marta bosib qo'ysangiz, bizga obuna bo'lgan bo'lasiz. Shunda bizdan chiqayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Do'stlar, like bosinglar, podeshkada bo'ling. Biz videoni boshladik. Mana Cobalt mexanika so'raganlar uchun ko'rsatamiz. 2013-yil mashinamiz ikkita arqa krosda kraskasi bor ekan. Bu ustolarga ko'rsatib olsangiz ham bo'ladi. Mokriy rang do'stlar. Hech qayerda qolgan ishi yo'q ekan do'stlar. 274 ming o'zini probegi mashinamiz. Baland holatlarini ko'rishingiz mumkin. Motorlari zo'r. Xullas ochilmagan ekan do'stlar. Mana 274 ming. Motor ochilmagan. Nima deysizlar? Chexol poliklar. Va alaykum assalom. Bitta like bosing-da. Aytganini qilinglar shu bolani. Bitta. Xo'sh, motor qolgan joylarni ko'rsatib o'tamiz do'stlar. O'zlaringiz baho berasizlar. Motor ochilmagan dedingiz-a? Motor ochilmagan. Motor ochilgan. Galovka ko'tarilgan. Xo'p, metan bor. ABS'imiz yo'q-a? Faqat ABS'imiz yo'q ekan Xo'p, shunaqa qirilgan joylari ham yo'q. Mana ko'zimizda faqat bamperi mana bu yerda zazori bor ekan. Buni tortib olasizlar. Zapaska balon bu yerda metanimiz do'stlar. Metan 100 ta? 90 talik. 90 talik metan. Juda yaxshi. Xo'p, mana bu krilo almashmagan, to'g'rimi? Udari yo'qmi? Ichiga o'tmagan aka. Ichiga o'tmagan, ha? Tashqi tomoni qirilganmi nima? Ha, shilingan shu yerda. Shuning uchun nima qilganmiz deyaptilar. Xo'p, necha pul so'rabsiz bunga? 7 ming kam. 7 ming? Oxir qancha? 67 bo'lsa beraman. 6700 so'rabsiz. Yana kirishtirib bera olamizmi? 50 so'm. Shu 6600 oldik 50 demoqsiz, ha? 6400 500 so'rasa beramizmi? Yo'q. 6600. 6600. Oxirimi, tochkami? Undan kam yo'q, ha? 6600 dollar ekan. Kimga ma'qul bo'lsa telefon qilinglar. Mana holatchasi. Ichida yapsa kam uni? Yaxshi. Telefon. Yili nechi? 13. Telefon nomeringizni aytib berasiz? 94lik 681 681 44 44 79. 79. Variantlar qila olamizmi? 1 oyga. 1 oyga. Boshdan qancha bersa? 4 ming so'm. 4000 bersa agar 1 oyga qilib beramiz. Aka charchamang, ishlaydigan bo'lib, xullas mana shunaqa holatda. Ko'ramiz biz. Davom ettiramiz. Cobalt narxlari. 2018-yil Cobalt mexanika 9000 deyaptilar. Buni ham hozir narxini sizlar uchun tortishib kelishib olamiz. Kraskasi top-toza ekan, motor xadavalari zo'r, 200 ming yurgan ekan mashinamiz. ABS ko'rasizlar, metan asli joy-joyida turibdi mashinamizni. Bunaqa shunday diskalardir. Sizlar balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, salonni ko'rsatamiz. Salon ishlari. Polik, chexol. Salonlarda kamchilik yo'q. Salonlar. Shunaqa holatda. Bitta bagajasini bosib olamiz. Bagajchamiz. Zapaskalari bor. Xo'p, mashinamizda metallar ham bor. Shunaqa holat do'stlar, kimga ma'qul bo'lsa telefon qilib olsangiz bo'ladi. Ravon men bilaman. Xo'p, kraskasi toza ekan. Siz narxini kelishasiz. Xo'p, narxini 9000 deyapsiz buni? Ha. Qancha qilib beramiz buni? Oxiri kelishtirib aytsak faqat aka, sotiladigan. Bo'layotganda 8700. 8700. Yana tusha olamizmi? Yo'q. Bir so'm kami yo'qmi? Yo'q. 8,5 mingga bermaysizmi?
Bergam yo'q. Berganingiz yo'q, ha? 3 ta bo'ldi. 3 ta klient bo'ldi, bermadingiz. Juda yaxshi. Kimga ma'qul bo'lsa telefon qilinglar, mana shunaqa narxlari ekan. Variantlar qila olamizmi? Variant narx boshqacha bo'ladi. Narx o'shancha bo'ladi. Sal boshqacharoq bo'ladi. Xullas telefon qilinglar, variantlarga ham kelishsa bo'ladi. Qayerga mashinasi ekan? Ishtixon Ishtixon mashinasi. Telefon nomeringiz? 99lik 99lik 597 597 80 56. 80 56 raqamlarga murojaat qilib gaplashib olsangiz bo'ladi. 2024 Cobalt mexanika bir ikkita navrotlar ham qilib qo'yilgan. Hozir buni ham narxini sizlar uchun kelishamiz. Kraskasi top-toza. Mana bunaqa avtomat korobka diskalar qo'yilgan. Balon holatlarini ko'ryapsizlar. Yaxshi holatda ekan. Xo'p, ABSlari bor. Mashinamiz hozirda benzinda turibdi. Gaz qo'yilmagan-a mashinaga? Gaz qo'yilmagan. Xo'p, mashinamizni navotlariga kelsak, qarang, 12408 probeg ko'rsatyapti. Monitor, stop startlar qo'yilgan, tamom do'stlar. Boshqa navroti yo'q. Faqat evapolik tashlangan. Chexollari ham yo'q ekan mashinamizda. Shunaqa holatda. Kraskasi top-toza deyishyapti. O'zlaringiz uchun yana ustalarga ko'rsatib olishingiz mumkin do'stlar. Bemalol tavsiya qilamiz. Chunki kraskasi toza deganda ishonib ketmasdan o'zingiz uchun yana tekshirib olsangiz juda yaxshi bo'ladi. Xolos, probeg uzun ekan, xolos. Uzun havola probegi. Bu joyga tekshirib olaverasizlar. Narxini qancha qilib beramiz? Kelishtirib bozorga bunday chiroyli narxlarlik necha pul beramiz? 11,5. Yana cholamizmi? 11lar bo'lsa so'rashsa, narx desa. Yo'qmi? 11 ga to'g'ri kelmaydimi? Naqd bo'lsa ham. Tochka qancha bo'ladi endi? Sal kelishtirib aytaylik. 400 aka. 11400. Undan ham past bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. 11400. Variantchi. Qila olamizmi variant? Yo'q, variant. Variant bo'lmaydi, ha? Faqat naqdmi? Faqat naqd. O'z qayerdansiz? Urgutdan ekanlar. Telefon qilib gaplashsangiz bo'ladi. Shunaqa holatda. Telefon nomeringiz? 97lik 97lik 923 923 97 47. 97 47 raqamlarga murojaat qilasizlar. Aka, o'zingniki tirikchilik emasmi? Tirikchilik. Tirikchilik ekan. Xullas gaplashib bemalol olsangiz bo'ladi. Azizlar, mana ko'ringlar, sotilgan mashinalardan 2015-yil Cobalt mexanikasi. Xo'p, mashinamiz sotilibdi $8200 ga. Kraskasi top-toza, charmxo balonlari qo'yilgan ekan, 4 ta pachka ekan do'stlar. Hozir salon eshigi ochilgan bo'lsa, aytib o'ramiz. Mana 78669. 659 ko'rsatyapti. Chexol poliklar mana shunaqa salon holatlar ekan. Kimga mana shunaqa mashinalar qiziq bo'lsa, mana narxini bilib olinglar. $8200 ekan. Nima deysizlar, narxiga arziydimi yo'qmi? Shunaqa narxga baraqa bo'lgan ekan, Jizzaxga sotilibdi ekan. Xullas, biz davom ettiramiz. Puli arzonroq, yili ham yaxshi, lekin tozasi yaxshisidan bo'lsin so'raganlar uchun mexanikasi 2021 Cobalt top-toza kraskasi. Uncha ko'p yurmagan, 63 ming yurgan ekan, unaqa chiroyli diskalarda turibdi. Ko'rishingiz mumkin, Mustang balon. Nima deysizlar, qanaqa balon bu? Yurganlar bormi shu balonda? Xo'p. Gazlari o'rnatilgan, ABSlari bor. Motor hadovalarida umuman ishi yo'q. Do'stlar. Faralar LED tonirovkalar qilib qo'yilgan ekan. Tonirovka ruxsati necha oy bor? 1 yil ruxsati bor. Hop, chexolimiz yaxshisidan kempoligimiz ham tashlab qo'yilgan. Do'stlar, nima deysizlar? Salonchasiga umuman gapsiz bo'lishi mumkin emas. Holatlari juda holati yaxshi. Kraska top-toza. Tomchi kraska yo'q, ha, mashinaga. Luboy ustalarga ko'rsatib olsa bo'ladi. Buni bo'lgani qancha beramiz? Kelishamiz. Ayting qani tochkasini. Endi baribir YouTube-ku. Bir tochka bilan bo'ladi.
$10,000 bilan hal bo'ladi. Yana tusha olamizmi? Ha? Yo'qmi? Do'stim oxiri nechi pul? 12. Qanday 12? 1200. $10,200 mi? Bu kishi 10,000 dedilar. Siz undan ham tusha olmaysiz? Ha? Bir pachka deyaptilar-da. Shu oxiri shumi? Oxiri shu ekan do'stlar. Kimga ma'qul bo'lsa, akamizga telefon qilinglar. Qayerdan aka? Ishtixondan. Variantlar qila olamizmi? Qancha pochta bersa? Bankka qilamiz. Bank bo'ladi. Juda yaxshi. Telefon nomeringiz? 97. 97lik 286. 286 86 84. 86 84 raqamlarga murojaat qilib, bemalol kelishib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, 2015-yil avtomat korobka, kraskasi top-toza, 4 ta bunaqa pachka balonlar qo'yilgan, diskalari bilan turib, chiroyli holatda turibdi o'zi ham. Xo'p, metanlar qo'yilgan mashinamizga ABS, xolos, motor qadavalarda umuman ishi yo'q. Yurgani qancha bo'lyapti? 126 ming. 126 ming o'zini halol probega do'stlar. Ko'rishingiz mumkin mana. Salon-ishlari avtomat korobka. Xo'p. Mashinamiz bunaqa metanda. Zapaska balonlari ham holatda yangidek turibdi. Bachchalari kraskasiga javob ham xudo xolasa aka. Karnizasi ozroq bir karniz. Karniz ha? Boshqa joyda chiqmaydimi ish qilib? Shu karnizchi sizga o'ziga bor ekan. Endi tosh-poshtek qolgan bo'lsa kerak-da. Shuncha yillar shatigada aka. Kanishda. Xullas, qolgan hech qayerda xarajat yo'q. Olib buni. Shu ham zo'r xadovoylari ham azza qiladi. Bu xadovolari ham zo'r, ha, xudo xolasa. So'ratganingiz qancha bo'lyapti? 8800. 8800. Oxiri tochkasi realni oladiganlar uchun necha pul qilib beramiz? Tushamiz 100 ta 200 ta tushamiz aka. 100 ta tushamiz mayli. Shu to'ppa-to'g'ri qilsak-chi shuni aka. Naqd pul bilan kelsa kelishamiz. Naqd pulga kelishamiz. 8 dan yuqorisini cho'tlabsiz, xudo xolasa. 8 dan yuqorini cho'tlabsizlar. Kimga ma'qul bo'lsa akaga telefon qilinglar. Variantlar qila olamiz. Yetmasa 1 oy yarim oy qaraymiz aka. Ustiga 1 oy yarim oy ustiga qo'ymaymiz deyaptilar. Shu o'zini xudo xolasa olasizlar. 1 oy yarim oy. Juda yaxshi. Telefon nomeringiz? 50lik 06 006 64 00 raqamlarga murojaat qilib gaplashib olaverasizlar. Qayerda mashinasi ekan? Kattaqo'rg'on mashinasi. Mana 2015-yil mashinamiz mokriy rangda ekan. Ko'rishingiz mumkin, bir 30 может 40% ham chiqishi mumkin. Do'stlar, kraskasi ichiga o'tib ketmagan. O'zingiz ko'rib baho berasizlar. Salon ichlari lekin mana shu chiroyli turibdi. Bitta buni salon ichini ko'rsatay sizlarga. Mana shunaqa chiroyligina holatda cholchalar qilibdilar akamiz. Bunaqa poliklar, bunaqa kombinatsionniy chexollar do'stlar. Juda chiroyli ko'rinyapti. Salonchlari zo'r. Tayyorgina holatda ekan. Yurgani qancha bo'lyapti? 128 ming halol o'zini probegida ekan. Xo'p, mana ABSlari, salonchlari. Motor ochilmagan, ha? Motorgacha xadovoylari ham zo'r ekan. Balonlariga kelsak, balonlari mana shunaqa o'rta holatda ekan. Metan, shaffof metan gaz. Zapaska balon o'tqilari chiroyli holatda. Nima deysizlar? Narxini 8 ming deyaptilar, ya'ni kelishtirib beraman. Hozir bitta bo'lishini so'raymiz akadan. Ma'qul bo'lsa olaverasizlar. Aka bo'lishi qancha ekan buni? Shef, Kelishamiz aka, telefon qilib. 8 so'rayapsiz. Siz 7,5 pastiga so'raysiz. Nima qilamiz? Beramiz. Sal qo'shamiz. Qo'shadilarmi? O'ziga bo'lmaydimi shu narxiga? Bo'ladi-a, menimcha, ha? 7,5 gami. Ha. Qo'shiladi. Hali gaplashamiz yana. Gaplashamiz, ha, xudo xolasa. Xolos telefon qilinglar, bundan ham arzonroqlariga olishingiz mumkin menimcha. Xo'p, variantlar qila olamizmi? Bo'ladi. Bo'ladi. Telefon nomeringiz? Viku Balter narx. Viku Barter narx. 91lik 91lik 549 549 74 78. 74 78 raqamlarga murojaat qilasizlar. Qayerda mashinasi ekan? Shaharning mashinasi. Samarqand shahar mashinasi. Telefon qilib gaplashaverasizlar.
Mana 2009-yil kraskasi top-toza avtomat korobka Cobalt. Ko'ringlarcha narxiga arziydimi yo'qmi? Gazlar o'rnatilgan do'stlar, ABSlari bor, motor hadovalari cho'tka. 108 ming yurgan ekan do'stlar. Bunaqa chiroyli washing diskalarda turibdi, balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Mana salon ichlari, kortej hol, polikcha tashlab qo'yilgan. Mana probekchasi. Salon ishlari chiroyli holatda ekan. Holatlari yaxshi. Bunaqa pistochni stoplar qo'yilgan. Narxlari chiroyli holatda ekan. Hozir akamiz bilan bitta kelishamiz narxini. Qirilgan joylari ham yo'q. Buni taqalgan qanchaga bermoqchisiz aka? Ben so'rayapman aka, 9800 larga beraman. 9800 yana kelishamizmi? Yo'q, bu yoq bir 9,5 so'tlabsan menimcha. 9400 ga tirikchilikka bermadim bolalar. 9400 ga tirikchilikka bermadim deyaptilar. Nima qilamiz? Beramizmi aka? Buni naqdiga chiqsa. Naqdiga 9,5 ziyodroqqa lekin. 9,5 dan tepasini so'rabsiz, ha? 9,5 dan tepasini so'rabdilar. Nima deysizlar? Ben so'rayapman aka. Yana necha? 19. Xo'p, telefon nomeringizni aytib yuboring. 90lik. 90lik 276 276 73 30. 73 30. Mashinada kamchiliklari yo'q, hammasi cho'tka. Kraska bitma yo'q, top-toza, Top-toza. halol. Probek Bir halol. qo'llik mashina. Bir qo'llik mashina. O'zingizdami aka yo siz ikkinchimi? O'zlaridan ekanlar. Xolos gaplashib olsangiz bo'ladi. Birinchi qo'l mashina. 194 ming yurgan 2017-yil Cobalt ko'rsatamiz. O'zlaringiz ko'rib bitta baho berasizlar. Menimcha mashincha yomon narxda turmayapti. Xo'p, metan, ABSlari bor, motor hadovalarda ishi yo'q ekan. Konsertlar ham ishlaydi, ha? Remont. Fren qilish kerak, ha, juda yaxshi. Xo'p, balon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Holatlari yaxshi holatda. Salon ishlari 193 ming. Ziyod. Chexollari yo'q, polikchalari yo'q. Bor. Aka, kraskasi nima dedingiz? Esan birikda betonlari bor. Udari yo'q, hech qayerda. Udari yo'q deyapti, betonlari bor ekan. Hozir bagajlarni ochib ko'rsatamiz do'stlar. Xo'p. Mana bu yerda o'zida spichka joylari bor ekan. Zapaska balon, mana orqalarini ko'rishingiz mumkin. Biz midnightlarni ham ko'ramiz. Xudo xolasa biz xarajat chiqadimi xudo xolasa aka? Yo'liga xarajati yo'q aka. Necha pul so'rayapsiz? 8 mingga beraman debman. 8 ming so'rabsiz, ha? Bo'lishini qancha qilib beramiz aka? Tochka shu kelishtirib aka aytaylik. 7800 aka oxiri. 7800 7lar bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q aka, bu mashina bersaman 7200 so'rab ketdi. Ancha turib so'rab ketdi. 7800 bo'lsa beraman. Yana ozmoz tushaylik. Yo'q aka, 7800 bo'lsa yetishib beraman. 7800. Ha, telefon qilishsin aka. Bitta ko'rishsin, nima deysiz? Mayli. Telefon qilinglar, mashinani kelib ko'ringlar, ma'qul bo'lsa yo'g'ini o'zlari bilan chaqchaq qilib gaplashib olaverasizlar. Va konditsioner furyon solasizlar, yo'g'ini yozga tayyorlab olib, maza qilib minasizlar. Telefon nomeringizni aytib yuboring. 88lik 88lik 390 390 70 70 60. 60 raqamlarga telefon qilib gaplashib olaverasizlar. Qayerdansiz aka? Ishtixon metan. Ishtixon metandan ekan. Cobalt Midnight pachkasi bozorda nech pul deb so'raganlar uchun ko'rsatamiz. Absolutno pachka mashin, hech narsa qo'yilmagan. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Pachka. Xo'p, hech narsa qilmagan. Diskalari ham qora, hamma joylari qora. Umuman minilmagan. Oxiri taqalgani 13 deyaptilar. Patsalafan mashin. Kimga kerak bo'lsa akamizga murojaat qilinglar.
Mana nimagan? 0 probek. Xo'p, yana hozir telefon nomerlarini olib olamiz. Hozir naqshasini kelishib olamiz. Do'stlar. Maratak. Shef, 1 minutda uzrda shu 13 dan kamroq cholmaymizmi? 50, 100, 200 so'rashsa bermadingizmi? 12950 demoqchisiz, ha? Xo'p, telefon qilishsana aka, ha? Oladigan bo'lsa, naqd bo'lsa. Variantlar qilib olamizmi? Faqat naqd. Telefon nomeringizni aytib boring aka. 91lik 542 81 88 raqamlarga telefon qilib gaplashib olaverasizlar. Qayerga mashinasi ekan? Dastarxon mashinasi ekan, gaplashib olaverasizlar. Puli yengil Cobalt so'raganlar juda ko'p bo'ldi. 2014-yil metallika ochiq tsvetda do'stlar. Ko'ringlar, mashinacha yoqsa albatta bosib olsangiz bo'ladi. Narxi uncha qimmat emas. 4-pakalli metan bilan turibdi. ABS Ulas mashinamiz chiroyli holatda do'stlar. Motor qadavalari hammasi chotka, ha? Hammasi chotka, ishi yo'q. Ishi yo'q. Mayda-cho'da petachalari bor ekan. Balonlari ham holatlari yaxshi holatda ekan do'stlar. Xo'p, salon ishlariga kelsak, salon ishlari ham yaxshi. Biz xarajat desak ham bo'ladi. Chexol poliklar bilan chiroyli holatda. 126 ming o'zini probegi. Magic Airport, videografsiz registrator, telefonlar joyida. Xullas, mashinacha holatda mana shu. 2014 do'stlar. Mexanika. Zapaska balon, domkrat. Metan. Hammasi bor. Aka, bez xarajat turibdi mashina? Xarajati yo'q aka. Olib minadi, xudo xolasa. Xo'p, so'ratganingiz qancha bo'lyapti? 7,5. 7,5. Biz akamlar uchun aka chiroyli bir chotka narx qo'yaylik. 7200 so'raydi. 7200. Bu kansana ishlaydimi? Ishlaydi aka. Ishlaydi, Forion solish kerak emas, ha? Hammasi chotka. Forion sal bitta ko'rsatib yuborish kerak. O'tib beraman aka. O'tib berasiz. O'tib beraman. Gap yo'q. Aka, shu 7lar yoki 7dan pastda so'rashsa, nima qilamiz? 7ni ustida gaplashamiz-da. Ustidami? O'zida, ha, может быть, ha, xudo xolasa. 7larga beraman deyaptilar, xolos, uzil kesil. Pastida so'rashsa-chi? Yo'q, pastiga. Yo'qmi? Naqd bo'lsa, yo'qmi? Naqd bo'lsa 7000 qadalgani. Qadalgani 7000 deyaptilar. Kimga ma'qul bo'lsa, telefon qilasizlar. Qayer mashinasi ekan? Qayer mashinasi? Qayariq chilak. Qayariq chilak mashinasi. Telefon nomeringiz aka? 99 99lik 120 120 0293. 0293 raqamlarga murojaat qilasizlar. U yog'ini gaplashib olsangiz bo'ladi. Variantlar qilsak bo'ladi, ha? Bo'ladi, gaplashamiz. Gaplashsa bo'ladi. U yog'ini telefon qilaverasizlar. Mana shu mashinaning ham fanatlari juda ko'p, buni aniq bilaman. Nexia 3 mana shunaqa salon ichi, mana shunaqa bejvi rangi do'stlar. Avtomat korobka, mashinamiz 2017-yil. Holatlari juda chiroyli holatda turibdi. O'zingiz ko'rib baho berasizlar. Yurgani 117 ming. Halol o'zini probek, xudo xolasa. Juda chiroyli holatda o'zingiz ko'rasizlar, hozir. Kraskasi top-toza. Top-toza kraska. Bunaqa chiroyli vosim diskalar, balon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Holatlari va chiroyli, chotka holatda do'stlar. GVC rang, 4-pakalli metan, gidravlika, ABS hamma narsasi bor. Motor qadovlarda ishi yo'q, ha? Galovkasi ham ochilmagan. Galovkasi ham ochilmagan ekan. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Xo'p. Mana orqa sidinkalari. Tetik ekan mashina. Metan, zapaska balon, orqalari hamma narsasi bor. Joyda. Aka, nechinchi qo'l mashina? Ikkinchi qo'l. Biroq xarajati bormi? Xarajati yo'q. Nech pulga beramiz endi buni aka? Oxiri 8200. Yana kelisha olamizmi? Tochkami shu? 8 ha? Yo'q, bu yoq. Yo, 8 ko'rdi. Ko'rdimi? Sani podpischilaringga 100 o'tib beradi. 8100. 8100 ekan do'stlar.
Kimga ma'qul bo'lsa, akaga telefon qilinglar. Xudo xohlasa, baraka topadigan narsa. Tayyor mashina. Tayyor moshincha. Telefon nomeringiz 90lik 90lik 250 1100. 250 1100. 1100 raqamlarga murojaat qilib, gaplashib olsangiz bo'ladi.